1981-yil, Tokio. Sazama Technologies ofisi. Doktor Goya Akito maxfiy hujjatlarni yo'q qilish uchun ularni qidirmoqda. Goya Akito. Jinarsan, qani u? Tezroq topishim kerak. Uni hech kimga bera olmayman. Akito stolning ustida qidirmoqda. Aha, ana endi topdim. Proyekt elde. Endi davlatdan ketish kerak. Eshik o'rtadan bir necha kishi yugurib kelmoqda. Chidirsiz. Abroqlar kelib qoldi. Derazadan chiqishga to'g'ri keladi. Mayli, ikkinchi qavat o'lib qolmasam kerak. Akira, Akira-san. ...2021-yil. Toshkent shahri, soat 6:59. Xo'sh, xayrli tong Toshkent. Bugun havo yaxshi ekan, quyoshli va chiroyli. Mayli, yengilgina mashq qilamiz va nonushta tayyorlash kerak. Ay. Ko'p oyog'ingni qiynama. Mayli, tapchikam kiyib olamiz. Oldin yuz qo'limni yuvib olay. Zinadan tushamiz. Oppa, yaxshi. Qani, tuxumni qovuraylikchi. Yana bittasini. Bay. Hidi zo'ro. Yaxshilab tuzlaymiz va shunday aralashtiramiz, yog'dan qo'yamiz. Yaxshi. Televizorda nima gap ekan? Qo'yaylikchi. Xayrli tong, xayrli kun va xayrli kech xonimlar va janoblar. Kecha ertalab soat 10 da Toshkent shahrimizga Aleksandr Makarov tashrif buyurdilar. Eslatib o'tamizki, o'tgan yili doktor Makarov Ken Akitoning o'rinbosariga aylandi. Janob Makarov yaqinda 15-Ejralar turniri Toshkent shahrida birinchi marta bo'lib o'tayotgani uchun to'liq mas'uliyatni o'z zimmalariga olmoqchilar. Va nihoyat Makarov keldi. Jumladan yangi ishtirokchilarni saralash bosqichi uchun o'zlari tanlamoqchilar. Nima? Axir ular bosh met injener-ku. Nahotki sportga aralashmoqchi bo'lsalar. Mayli, ovqatimni suzib olay. Janob Makarov Ejralar akademiyasini o'z zimmalariga olmoqchilar va 3 oy ichida yangi yuguruvchilarni tanlamoqchilar. Keling biz ularni shaxsan eshitib olamiz. Ana Makarovni o'zi. Yo, xudoyim. Makarov rus tilida gapirmoqda. Men albatta bor imkoniyatlarimni ishga solib, yangi yuguruvchilar avlodini yaratishga harakat qilaman. Meni va jamoamni iliq kutib olganingiz uchun minnatdorman. Endi meni ma'zur tutasiz. Biz shoshilmoqdamiz. Oy, nahotki. Makarovni o'zi buni qilsa, imkon baland. Chunki bu inson axir O'zbekistonda birinchi marta bo'lyapti bu narsa. Demak, ko'chadan terib chiqsa kerak. Bu degani maktab yurishadi. Balki bizni maktabga ham kelar. Tezroq maktabga borishim kerak. Soat necha? 7:30. Kech qolaman-ku. Chiqish kerak zaten. Ay, shoshilma. Kiyimni almashtirib olishimiz kerak.
Толстовканiki emas. Hali bahorni boshlaguchi sovuq. Endi hassalom olish kerak. Hop. Sochimizni to'g'rilaymiz. Ana shunday. Tayyor. Ketdik. Shoshilmasdan zidadan tushamiz. Bo'ldi. U oppoqqina толстовка, futbolka hamda oq-qora krossovka bilan jinsi shim kiyib oldi. Oy, qo'rqitib yubordik-ku. Oy. Assalomu alaykum Natasha opa. Ular rus tilida gaplashmoqda. Va alaykum assalom o'lmas. Yaxshimisan bola? Onang qalay? Yaxshiman opajon. Onam yaxshilar. Har kuni ularning oldiga borishga harakat qilyapman. Aha, молодец. Unda kechki ovqat uchun senga osh pishirib qo'yaman, xo'pmi? Onangga esa Xudoyim shifo bersin. Katta rahmat Natasha opa, lekin osh shart emas edi. Yo'q, albatta shart. Senga pishirib qo'yaman, xo'pmi? Olib ketishni unutma, tushundingmi? Qo'ymadingiz opajon. Xo'p bo'ladi. Unda ko'rishguncha men darsga ketdim. Ko'rishguncha yaxshi o'qi. Xo'p bo'ladi. Bizning qahramon shoshilmasdan uydan chiqib, maktab tomon yo'l oldi. Salom olmas. Salom alaykum. Ay, pingvin! Qayoqqa shoshilibsan, pingvin? Qara, Husan kim kelibdi? Yana ular. Buni qaranglar. Ishlar qalay, pingvinjon? Ishlarim yaxshi. Tinch qo'yinglar meni. Voy, tashavyaptimi bu? Men ham shunday deb o'ylayapman, Hasan. Chiqoq, to'xta, yaxki. Yana nima kerak senlarga? So'qqara cho'zchi, anchadan beri sendan pul olmagandik, bilasanmi shuni? Shunday. Yigitlar, menda pul yo'q. O'zi shunda ham tingi qo'yib yashayapman. Ey, dalbayab, kimni aldamoqchisan? Har safar so'rasak berasan-ku. Yoki biz yana seni yugurtirishimizni istaysanmi? Ular har safar meni yugurtirishni istashadi. Lekin kasalligim tufayli ko'p yugura olmayman. To'g'ri, tez yuguraman, lekin ko'p emas. Ular esa buni biladi. Iltimos, balki yetar, har safar shunday qilasiz. Balki yetar deydi. Pulni cho'sang bunday qilmaymiz, tushundingmi? G'azalkashi. Qochishim kerak. Boshqa ilojim yo'q. Yaqinlashmanglar. Qochinglar. 1 Yo'q, o'zing ko'mak ber. 2 3 Ikkita bezor uni ortidan quvib ketdi. O'lmas o'z hassasini o'ng qo'liga olib, bor kuchi bilan yugurdi. Ay, pingvin! To'xta! Ushla uni! O'lmas? Shursin! Bir kishi uni ko'rib qolib, ortidan yugurdi. Oy! Sekin bolakay, tuzukmisan? Kechirasiz meni. Voy, kelarsan. To'xta, bo'l. Orqaga. Surdik. To'xta. Voy, onangni. Kechirasiz. Nasim? Buyerga kelinglar, marazlar. Innayni ko'rsatib qo'yaman. Voy, Nursin, bu Nasim. Voy, surdik. Qo'y qayoqqa? Boshqa ruxsat bermadi. Hayvonlar. Mayli. Olmas, tuzukmisan? Ha, yaxshiman. Rahmat, Nasim. Hissangni ol. Rahmat amaki. O'zingiz yaxshimisiz? Mendan xavotir olma. Yaxshi tushuntirib ber. Qanday qilib hassasiz buncha tez yugurding? Men ham hayron qolaman ba'zida. Shunchalik tez yuguradiki, hatto sog' odamlar buncha tez yugura olmaydi. Lekin yugurib bo'lgandan keyin albatta oyoqlari qattiq og'riydi. To'g'ri. Og'riyapti. Kel, yelkamga osilib ol. Rahmat. Shunaqa degan. Qaysi maktabda o'qiysan? 195-chi. Nima edi amaki? Shunchaki qiziqdim-da. Balki kuzatib qo'yarman deb o'yladim. Yo'q, amaki, kerak emas. O'zimiz boramiz. Ha, amaki, qo'yavering. O'zim uni olib boraman. Charchamang, sog' bo'ling. Xayr, amaki, rahmat. Bu noma'lum amaki qo'liga telefonni olib kimdirga qo'ng'iroq qildi. Alo, Rokosovskiy. Menimcha men kerakli bolani topdim. Davomi bor.